Uyg'ur yazuvchisi Yasinjon Sodiqcho'g'lonining Jallat Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Bugun Ostonning muhosirga ilinganiga dalmi-dal yarim oy bo'ldi. G'aldanning bargohdan g'oyib bo'lganiga 3 kun bo'lgan Xo'ja Hidoyatullo Ishon bugun xalifalarni agashtirib bargohi oliyga kirib keldida, allaqanday xiyollar bilan qopqini turib o'tirgan G'aldanning oldiga kelib Mokkada tizlandi. Shavkatlik adolat tana Beştuhan alilerga cheksiz uzun ömür tilayman. Yaşıgayla, tümenning yil yaşıgayla. G'aldan Hidoyatullo Ishonning salamiga javoban eransizlik bilan qo'lini chertdi. Bu uning Ishonni o'rnidan tursam bo'ladi degan edi. Ishon G'aldanning himmatiga yana bir marta tashakkur bildirib etib o'rnidan turdi. Necha kundan beri nemish qilyapsa yappa xo'ja? So'rdi G'aldan Ishonga ko'zining qirida qarab. Shavkatli Beştuhan xo'jamning tezroq nusrat qazanib, halokat girdobida johillik bilan jon talashayotgan Dahriy Sulton Ismoilxonni yo'qotish uchun amal tadbir izlab, murt yoranlarim bilan kengash muloqot qilib keldi. Ishonning javobi G'aldanning qo'lqiga xelili xo'sh yoqdi. Ayta, qandoq yaxshi tadbir topdi appa xo'ja? Davlat panohimga ma'lum bo'lgayki, dedi Ishon rukuda turgandek egilib. Chiroyga xo'shamad kulkisi yugurtib turib. Inshaalloh, olilari maqbul ko'sa, ati bomdod vaqti bilan Ostonaga bostirib kirganmiz. Tadbirini tafsilroq bayon qil. Yoranlarim bilan maslahatimni pishirib qo'ydim, dedi Ishon bir qadam oldiga ilgirlab G'aldanga yaqinlab keldi. Necha vaqtdan beri biz Ostonaga hujum qilgan vaqtni yaxshi tanlayolmabdik. Aytqana xo'ja, u yaxshi vaqt qaysi? Shavkatlik xon xo'jamga ma'lum bo'lgayki, u yaxshi vaqt dal bomdod vaqtidir, dedi Ishon ko'ngliga tutgan bu tadbirdan cheksiz suyunib. Xon xo'jam, biz musulmonlarning bomdod namozini har qanday chog'da zinhor qazo qilmaydiganligimizni bilimiz kerak. Namozga mashg'ul bo'lgan odam boshqa har qanday ishni xiyoliga keltirmaydi. Mana bu Ostonaga hujum qilishning eng yaxshi vaqtidir. Atigan tong saharda Ostondagi 7 yoshdan yuqori ra'yatning hammasi bomdod namozini o'tashga boshlaganda, shaharning ichidagi murtlarim darhol harakatga kelib, qalg'at darvozasini ochib beradi. Biz bu aks fursatdan foydalanib, besib kirimizda shaharni qo'limizga olamiz. Saidiya lashkarlarimi bomdod namoziga o'tiramdi. So'rdi G'aldan Ishonning bu tadbiriga toza ishonch qilolmay. Chondoq Beştuhan aliylari, sepil ustidagi ozg'in lashkarlardan boshqalarning hammasi bomdod namozi o'taydi. Ondaqda sening murtlaringcha xon xo'jamning g'albi nusrati uchun murtlarim bomdod namozini qazo qiladi, dedi Ishon qalchilik qizdarmaydi. Necha kundan beri lashkarlarning hammasini Saidiya tasarrufiga boshlab kelganligi uchun o'z zamindan sayfiz Mo'ng'ul dalosidagi oltin taxtidan voyim yeb, jangning tez oyoqlashmaydiganligidan ichib tushib turgan G'aldan urushni tez oyoqlashtirib, Eron Qoburg'aga qaytishga oldirab qolgan edi. Shunga u Hidoyatullo Ishonning Qashqarni elishda ko'rsatgan tadbirini nazarga olib, bu tadbirga ancha o'ylanib o'tirmayli qo'shildi. Bo'ldi-damsa, atki jang sening ko'rsatgan tadbiringchi bo'lsa. Lekin shuni unutib qolmag'inki, Ostonni qo'limizga olsak, sen butkul Saidiya tasarrufiga xon bo'lasan. Men Jo'ng'ariyaga qaytib ketaman. Sening bu alga xon bo'lish bo'lolmasliging atki jangga bog'liq. Shunga jangga butunlay sen qo'mondonlik qilasan. Men bir qism lashkarlarim bilan mushu qarorgohimdan medallamay turaman.
Navodi shaharni olamay, lashkarlarimga ortiqcha talofat yetkazgan bo'lsam, oldimga avi qat matog'i o'rib olgan kallangni qo'ltiqimga qistirg'ashga. Janobiy xon xo'jam, xotirjam bo'lg'aylar. Ata, dal mushu vaqtda Ostonni sizlarga ikki qo'llab topshiraman. Butkul Ostoni xalqiga muborak qadamlarini qutqizib, nog'ir chaldiraman. Hidoyatullo ishon gapini tugitib, Molla Soqiga ma'nilik qarab qo'ydi. Shu hamon Molla Soqi sirtqa chiqib ketib, yuziga cho'mbal tortib olgan bir qizni boshlab kirdi. Ishon yugurib kelib, qizning yuzidagi cho'mbardini sharttida elib-etdi. Shu hamon chedir ichida amdili to'lin bo'lishga boshlagan oy porladi. Ammo oyning buloqdek ikki ko'zi yig'idan ishib, qizarib ketgan edi. Arzimas sovg'imizni qabul qilib, ko'ngil qo'sh qilg'ayla olilari, dedi Hidoyatullo ishon qo'shamat qo'yliq bilan hiji. Ig'ir aliyotqu mahal. Ostondagi bir qism xoniqa to'nak xoniga xufiyoni jam bo'lgan ashaddiy murtil hidoyatchilar xalifa so'lik mas'ullarining oldida qasam ichishyotdi. Dahri Sultan İsmailxon janobi Sultan Muhaqqim Qutbul Aqtodi oppa xo'jimizni shuncha yil so'rgin qilib, yaqin yurtlarda sarson sargardon qilg'inni ozdab, mana endi pir buzurgimiz qaytib kelsa, shaharga kirgizmadi. Ati bomdod vaqtida qorovullik qilayotgan lashkarlarga hujum qilib, ishon pirimiz uchun shaharning darvozasini ochamiz. Bu yo'lda o'lib ketsak shahid, hayot qolsak g'ozi bo'lib, zotin aftoblik maqomiga yetkaymiz. Bomdodga to'langan birinchi azon bilan yarim oydan beriqi urush vahimisida dakku-dukkida tarikchilik qilib kelayotgan Ostona erkaklari o'rindan turib taraf elishda birdan ikkidan bo'lib mahalla masjidiga qarab eqishga boshladi. Ana shu namozga mang'illarning orasida ko'ngliga olliqandoq munofiqlarcha planlarni pukkan minglagan so'liki ishqiya mutlari Qalg'ot darvozasi tarafga qarab oqmoqda edi. İçine uşaq so'rlan o'qishib, Xudodan osoyishlik, xotirjamlik tilashib, masjidga oldirish ketib qolgan kishilarning kimning qayoqqa mang'iniga qarashga hafsilisi yo'q edi. Bomdodga to'lingan oxirgi azon oxirlashish hamon Qalg'ot darvozasining atrofiga joylashgan murtil hidoyatchilar hech qanday shart chiqarmayla bir qismi sepilgan, bir qismi darvozani saqlayotgan lashkarlarning qorovulxonasiga yo'pirilib kirdida qorovullik vazifasini o'tagach, oldini qiblaga qilib imo ishorat bilan bomdod namozini o'tayotgan lashkarlarning qo'llaridagi o'tkir xanjari bilan xuddi qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashga boshladi. Shapsiz jang bir chilim tomoq chekkichilik orliqda oxirlashdi. Ularning bir qismi qo'yni yetishga, Xandakning ustidagi osma ko'rikni tushirishga tutindi. Yana bir qismi bir necha bog' qumushga o't yiqib, shaharga bostirib kirish uchun taqib turgan g'oldon lashkarlarga sepilning ustidan belgi berdi. Sepilning ustidagi o't yolqinini ko'rgan xo'ja Hidoyatullo ishon Jo'ng'ir oqsoqlarining lashkarlarga hujumga o'tishga farmon berdi. To'manlagan otlarning to'yoq ovozidan zamin titradi. Yov lashkarlari hech qanday to'saqsizlar shaharga bostirib kirdi. Birdinla shahar ichida dahshatli qiyo-chiyo boshlandi. Bu hech kimning uxlisi tushigini kirmaydigan qabohat edi. Bomdod namozining 2 rakat farzini andili tamomlab bo'lib, duoga qo'l ko'targan Saidiya lashkarlari vahimlik bu shapidan qattiq cho'chishdida, oldirishlar duo tortib o'rinlardan turishdi. Onungacha qilishlarini yalang'ochlagan yov lashkarlari hayy bilan bostirib keldi. Shaharga lashkarlarning bostirib kirganligini bilgan har qaysi masjidlardagi qo'lida to'mirning sunuqimi bo'lmagan erkaklar Allohu akbar deb takbir etganicha etildi-da, yov lashkarlarini ot ustidan tortib tushirib xemirdek chaynadi. Yov lashkarlarining qilichi ostida jon berayotganlarmi oz emas edi. Butkul ostonni o'rchop sadolari qoplagan edi. Qo'zi tushkichi davomlashgan shiddatli jang Saidiya lashkarlarining mag'lubiyati bilan oxirlashdi.
tuyuqsiz hujumga uchrab, o'z sarkarda sarvozlardan ayrilib qolgan Saidiya lashkarlari jangovarligini xelili yo'qotgan edi. Ko'kirgiga ikki tal o'qya o'q sanjig'an sarkarda Avazbek bilan etidan yiqilib tushib, o'shqini qayirib olgan sarkarda Mirza Haydar Dog'lati va bir qism Saidiya sarkardalari asirga tushgan edi. Gerçi ordu muhofizatchi qo'shin jon fidolik bilan qarshilik ko'rsatib, ordu sepilining qishiga birmi yovni keltirmagan bo'lsin. Ostondagi xalqning omonligini ko'zda tutgan Sulton Ismoilxon bu ichinishlik mag'lubiyatga tan berib, jang qilayotgan qo'shinni qarshilik ko'rsatishdan to'xtatdi-da, ordu darvosining oldida g'oliblarcha gejib turgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning oldiga chiqib, asirga tushdi. Riyakar Eshon, senin oldığının büyük Saidiye saltanatı bu. Mana ana, dedi Sultan İsmailxon Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga mardonlik bilan tikilib turdi. Dilqut xazinasi. Ammo begona rahiyatga zinhor qilma. Musulmonchilikning dindoshlikning hurmati uchun bo'lsin. Xoldin xo'jani rahiyatni behuda qirg'in qilishni to'sib qol. Shu topda Hidoyatulloh Eshonning Sulton Ismoilxonni bir qilish bilan chekib tashlag'usi bo'lsin. Nima uchundir ayminib qo'l silishga petinolmadi-da, cho'moqchilarga buyurib ayrim qamat qildi. Ondan G'aldonga g'albi xabarini yetkazish uchun jenining boricha ot soldi. Shundan keyin Oltin darvoza orqali shaharga dabdaba bilan kirgan G'aldon Beshto'xon o'zini qarshi elib, nog'ri chilayotgan murtil hidoyatchilarga ancha parvo qilib ketmadi. Masjidni qatma-qat qo'rshib olgan yov lashkarlari bilan Hidoyatulloh Eshonning to'pi lashkarlariga taajjublangan holda nazar tashlandi. Ammo Eshondan faqatli gap so'ramadi. Eshon G'aldonni o'rtaga boshlab kirib, Shohishindagi oltin taxtda o'tirg'izada o'zi tavanda tizlanib o'tirib jang ma'lumotini yetkazdi. 18 ming olamdagi jimi xon podshohlarning kattasi, adolatning homiysi, saxovatning peshvosi. Bizlarkin mo'min Saidiya ra'iyatlarining posiboni janobi G'aldon Beshto'xon oliylarga ma'lum bo'lganki, Saidiya xonligining ostonasi Shavkatlik Adolat Panohimning, shundaqla Adolat Panohim boshlab kelgan bahodir lashkarlarning tangdoshsiz kuch-qudrati bilan rasmiy qo'limizga o'tdi. Adolat Panohimizning bu cheksiz mehr shafqatiga bizlarkim sulki ishtiya murtlari abadil abad hamdu sanolar aytamiz. G'aldon Beshto'xon oliylari tuman ming yillar yashagan. Saidiya lashkarlari butunlay taslim bo'ldimi yoki jahillik qilayotganlar bormi? So'radi G'aldon oltin masjidga qo'rshoni esiga. Shavkatlik xon xo'jamga ma'lum bo'lgayki, dedi Hidoyatulloh Eshon tizlangan peti beshini tuvan egdi. 3000 ga yaqin Saidiya lashkari bir qism jahil ra'iyat oltin masjidga kirib olib, ahl bo'lishga ko'nmay qarshilik ko'rsatyotdi. Xotirjam bo'lg'aylar, ularni butunlay al qilg'aymiz. Sulton Ismoilxon qani qamoqda oliylar. Yaxshi, dedi G'aldon rozimanlik bilan Hidoyatulloh Eshonni o'rnidan turishga ishorat qildi. Sulton Ismoilxonni yaxshi kutib, qattiq muhofazat qilinglar. Farmonimsiz, uning bir tal mo'yig'ini tegishga bo'lmaydi. Ey appa xo'ja, ati osh vaqtidan burun oltin masjidga bekinib olgan johillarni butunlay al qildirg'aysan. Ati cho'sh, sening taxtda o'tirish marosimingni o'tkazamiz. Xon xo'jamning shafqatiga hashqallah, dedi Hidoyatulloh Eshon hayajon bilan. G'aldon ilhom ta'ma qilib turgan sarkardalarga odati bo'yicha shaharni bo'lon-talon qilishga, har kimning o'lji olgan narsasi o'ziga mansub bo'lishga farmon tushirdi-da, Shohishindan yenib chiqdi. Shu topda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning qo'ligida Sulton Ismoilxonning ostona xalqini qirg'inchilikdan omon saqlab qolish haqidagi talabi jaranglab to'simi. Parvosiz holatda
qo'l qovushtirib turardi. G'oldan Beshto'xon chiqib ketishi hamon Xo'ja Hidoyatullo Eshon Molla Soqi, Molla Naqiy xalifalari bilan 2000 dan ortiq murtil hidoyatchi talablarni agashtirib, ashaddiy suluk raqibi Maxtumzodlarning qasriga qarab ot soldi. Maxtumzoda qasri qo'p-quruq edi. Qasrning hayvatlik xo'sh qanotliq darvozasi hang'irqay o'chiq turardi. Aka-ufku Maxtumzodlar allaqachon jonlarini yoqiga ilishib, bola-chaqa, mol-mulklari bilan ostondan g'oyib bo'lgan edi. Maxtumzodlardan qisos ilish maqsadiga yetamagan Xo'ja Hidoyatullo Eshon talva murtlariga ostondagi sulki Ishoqiya murtlarini qattiq jazolash, mol-mulklarini bo'lash haqida farmon tushirdi. Shunda qilib, ostona xalqi dahshatli qirg'inchilikka uchirdi. Bu qadimiy shaharning bog'ri behuda to'kilgan qonlar bilan qip-qizil bo'yaldi. Atsi osh vaqti bilanmi oltin masjidga bekinib olgan kishilarning johillik bilan qarshilik ko'rsatayotganligini anglagan Hidoyatullo Eshon qahr g'azabga keldida Sofiy lashkarlarini agashtirib oltin masjidning oldiga yetib keldi. "Ey musulmon qarindoshlarim!" deb ot ustida vaz etishga boshladi Hidoyatullo Eshon. U yog'limi tilni ishga solib masjidga bekinib olganlarni aldash qasdiga tushgan edi. Bunchola johillik qilishni hojat. Johillikni Janobi Alloh kechirmaydi. Dahriy sulton Ismoil xonmi yavaşlik bilan shafqatli G'oldan xon xo'jamga irodat qildi. Sizlarmi masjiddan qaytib chiqinglar. Biz birlikda u shafqatli xon xo'jamning quyoshga o'xshash cheksiz mehr saxovatidan tang bahramon bo'laylik. Ey munofiq Eshon! degan sado anglandi masjid ichida. Xom xiyol aylama. Biz sening riyokorligingga zinhor sherik bo'lmaymiz. G'oldan xo'janing yoliqini o'zing yalab ol. Bizga lolmishdek yashashdan o'lim afzal. Taxtda o'tirish murosimining tezroq o'tkazilishini kutib taq bo'lgan oppoq xo'janing savr qochisi bir dilla tashdi. Rasululloh o'lmoqchimisan, ha? dedi jinining barcha vaqi. Bo'pti, undaq bo'lsa, sizlarning murodinglarga yetkazib qo'yay. Eshon gapini tugitib, so'pirlarga o'tin yog'och akilib, masjidning temiga, o'g'isiga dövlashga farmon berdi. Necha minglagan murtil hidoyatchilar hech nimani o'ylamayla oshar cho'mildek harakatga kelib, masjidning atrofiga o'tin yog'ochlarni tog'dek dövlüverdi. Dövlengen o'tinlarning ko'pligidan masjidning tom, peshayvon va o'g'zillari ko'rinmay qoldi. Yoqqichilab tayyorlangan yuzlagan mash'allar Hidoyatullo Eshonning boshchiligida o'tin dövllariga tashlandi. O'tin dövllaridan dastlab turilib ish ko'tarildi. Keyin loppada o't oldida qaris qilgan o't yolqini osmon falakka ko'tarildi. Oltin masjid birdaniga o't dengizi ichida qoldi. Hayvatlik o'tning tapti 100 qadam yiroqlikka odamning yuzini kuydiratdi. Uyg'ur me'morchiligining javhari mujassamlangan hayvatlik masjid va Sulton Abdurishxon zamonasida masjidga yondashtirib silingan 360 eg'izlik toliblar yotog'i. Darsxona, turli ilm, hunar kasblar haqida yozilgan necha minglagan kitob risolalar saqlangan kutubxonani o'z ichiga olgan oltinlik madrasa bu o't dengizida butunlay kuyib kul bo'ldi. G'oldan Beshto'xon belgilagan qaralda o'rda oldidagi maydonda Xo'ja Hidoyatullo Eshonning taxtda o'ltirish murosimiga riyosatchilik qildi. Gerçi taxtda o'ltirish murosimi ancha hasham darimsiz o'tkazilgan bo'lsa-mu, Xo'ja Hidoyatullo Eshon qattiq hayajonlanib ketgan edi. Oltinlik masjiddan ko'tarilgan ulug' o't qip-qizil tillarini palakka so'zib butkul ostonni bir olgan edi. O't masjid madrasaga yondashilingan shahar aholisining uylariga tutashgan edi. Shundaqla qarg'in kishiga Xo'ja Hidoyatullo Eshon oshu o't dengizining ustiga qo'yilgan taxtda o'ltirgandek tuyg'u beradi. Shu topda
Xo'ja Hidoyatullo Eshonning Jo'ng'or oqsumaklariga yiliga 100 ming sar saidiya ko'mish tangisi, 20 ming sar oltin va necha 10 ming top mato chekma. Ming'ig'in qo'l dedak o'lpon topshirish badaliga qo'rchiq xon bo'lganligini hech kim xiyoliga keltirmaydi. Sana Bahodir sarkardam darji to'ri bilan bir tuman xillangan Bahodirni qoldirdi. Dedi, atsi xazinni pak supurib, Jo'ng'origa qaytishga tamshalgan holdan oldida tizlanib qulluq bildirayotgan Hidoyatullo Eshonga qarab. Bu lashkarlar xotanni itoatingga elishingga tamomay yetadi. Ey To'qo'ja, meni cheksiz sadoqating bilan har qachon ta'sirlantirgaysan. Qachonki sening sadoqatingdan chevinning qanchalik gumonlandi ekanman. Sultan Ismoilxon bo'sh kelgan taqdir qismatdan hargiz qutulolmaysan. Hidoyatullo Eshon avval Allohni, payg'ambar Rasulullohni, ondan Sakyamoni Amitabh Buddhani, Buyuk Ochari Dalay Lama Burhan Hazretini shipi keltirib, ming yerdan qasam ichdi. Oldan Sultan Ismoilxonni bola chaqinlari bilan birga puxta yasalgan bir necha mapiga nazarband qilib, poytaxtda Eron qaburg'aga elib bordi. Oldanning Sultan Ismoilxonni o'ldirish u yoqda tursin, o'zi bilan birga elib mang'inni ko'rgan oppoq xo'ja Lanjim deganmari. Ismoilxonni asirga olgan hamon o'ltirib atmaginiga qattiq pushaymon qildi. Shu topda u hiyligar g'aldanning o'zini yiroqdan kontrol qilib turish uchun Sultan Ismoilxonni o'ltirmay Jo'ng'origa aketganligini, ming bir mushaqqatni qo'lga keltirgan saltanat uchun g'aldanning qishib turgan Sultan Ismoilxonning har qachon cho'ng bir xavf bo'lganligini to'liq tushunib yetgan edi. G'aldanni shahar sirtigacha chiqib uzitib qo'ygan Hidoyatullo Eshon oldirash o'rniga qaytib keldida, o'rni oldiga butkul shahar xalqini majburiy yig'dirdi. Ondan asirga tushgan sarkardalarni bog'liqlik peti ochiq turdi. Bu asirlarning orasida sarkarda Avazbek bilan sarkarda Mirza Haydar Dovlatimi bor edi. Bu ikki amrni ko'rib, Xo'ja Hidoyatullo Eshonning yuragidagi adovat gulxonlari qaytadan yolqildi. Asi murtatlar, dedi u ikki sarkardaga masxarlik qarab. O'z vaqtida bizga osiylik qilib, Dahri Sultan Ismoilxonga xizmat qilganda bunday oqibatga qilishinglarni o'ylamagan bo'g'aytinglar. Ortiqcha ko'ranlab ketma, ey munofiq Eshon, dedi sarkarda Avazbek g'azab bilan so'zlab. Bu sening haqiqiy g'olibliging emas. Sening bizga bunday gaplarni qilishga salohiyating to'shmaydi. Chunki sen munofiqlarcha boshlab kelgan Jo'ng'or oqsumaklarining yaliqini yalaydigan bir lolma issan xolos. Ishonamanki, sening sharmanda taqdiring texmi battar bo'ladi. Og'zingni yop, ey asi murtad, dedi Hidoyatullo Eshon ochiq haqoratga chidamay, xuddi ko'kiyin chopgan eshakdek chichchaqish. O'lim oldida aqlingdan ozgan bo'lsang, darhol esingni yig'ib ol. Mana men seni hozirli darg'a esishga farmon beraman. Aytqina, bu mening g'olibim bo'lmaydimi? Shundoq, bu vaqtli g'oliblik, dedi Mirza Haydar Dovlati so'z elib. Bu ayni yaloq-yaloqqa o'rgangan lolni itning xo'jisiga tamanno qo'yib, bir nechini ortiq qolvog'iga o'xshaydi. Bizni darg'a esishga farmon bera oladiganliging rost. Biz faqat bir qitimni darg'a esirimiz. Faqat bir qitimni o'limiz. Ammo sen o'z xalqingni setayotgan munofiqlarcha jinoyating uchun al ra'iyatning qalbidagi shayton la'inga o'xshash avloddan avlodga la'nat to'rigiga mixlanisa. Aytqina, ey munofiq Eshon, shu topda qaysimiz g'olib ekanmiz? Ikki sarkardiga gap deb beramagan Hidoyatullo Eshon g'azabdan totardi-da, jallodlarga buyurib ularni eng vahshiy,
inson qilibidan chiqqan usul bilan qiynab o'ltirgizdi. Boshqa sarkarda amirlarni birdek qilishdan o'tkazdi. Miladiya 1678-yil kuzda 120 ming kishilik Jo'ng'ar oqso'nliklari qo'shinini boshlab kelgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon tarixda 180 yildan ortiq hukm surgan Yakan Saidiya xonligini oldirib tashlab, o'zi qo'rchoq xon bo'ldi. G'aldan 50 mingga yaqin lashkarning hayoti badaliga Saidiya tasarrufini istilo qilish maqsadiga to'liq yetdi. Anlayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 10-bob. Muhammad Emin Bahodir Xon. Uchturpan qal'asi. Aksi Muhammad Emin Bahodir Xonning ostoniga hamdamchi lashkar chiqarishga ancha oldirmayotganligidan Malika Muhtaram xonimning qattiq ichi pushib ketgan edi. Shu topda uning kallasida halokatlik taqdir qosh bilan kirpik orlig'ida qolgan Saidiya saltanatini Jo'ng'ar oqso'nliklarining ko'mir changdozidan qutuldirib olishdan boshqa o'y xiyol yo'q edi. Oqshom u aksi Muhammad Emin Bahodir Xonning olchilari o'tkazgan ziyofatdan silihli o'zira aytib burunli yenib chiqqan edi. Garchi uxlash uchun burunli yetib olgan bo'lsa-mu, Sultan Ismoilxon va boshqa o'rda arkonlariga bergan va'dasi kallasiga kirib, ko'ziga faqatli uyqu kelmadi. Mamuq to'shak badaniga xuddi toshtakli patdi. Shu asnoda uyqudagi bir necha parcha kitob uning ko'ziga chiliqdi. U tunigin bu kitoblarni bir qo'r varaqlagan va Alshir Navoiyning dastonlar to'plami Hamisani bir chetga ayirib qo'ygan edi. O Hamisani ilgirmi bir necha qatim o'qigan edi. Mana bugungi bu zerikishlik tunda bu shohona asarni o'qib, vaqtini o'tkazish istikida yana qo'liga oldida shom yo'rig'iga akilib, xohlagan bir betini maqsadsizla ochdi. Shu hamon Farhod Shirin dostonining marjandek qo'rlari ko'z oldida namoyon bo'ldi. O bor ishtiyoqi bilan dostonni o'qishga boshladi. Dostondagi hayotlik bilan o'lim, yaxshilik bilan yomonlik, vafo ham sadoqatlik, go'zallik bilan razillik o'rtasidagi cho'nqur mazmuniga ega falsafiy qarashlar tasvirlangan misralar uni o'ziga jalb qildi. Dostonni ilgari o'qiganda diqqatini ancha tortolmagan misralar mana endi uning ruhiy dunyosiga qaytadan ta'sir qilib, to'xtamay jarang topdi. Shu topda Malika Muhtaram xonimning diqqati chechilib ketgan edi. Garchi ko'zi kitobga tikilgan bo'lsa-mu, kallasida dostondagi hozirgi azoblik tuyg'ulariga mos kelib qolgan bir qancha misralar to'xtamay aks sado qaytaradi. Ki ey zolim sepihri, kina parvarid, chiqardim ushbu xoki jismidin gard. Shu topda Malika Muhtaram xonimning ko'z oldida qip-qizil qon bilan bo'yalgan Saidiya zamini, qatmuqat qamalda qolgan ostona, Sultan Ismoilxonning yodab ketgan g'amkin chiroyi, Jo'ng'ar oqso'nliklarining lashkarlari bilan botirlarcha jang qilib, ona zaminni quchoqlab yotgan Bahodir Saidiya o'g'illarining jasadlari, to'manligan yov lashkarlarining otlarining to'yoqlari ostida payxon bo'lib pishtirayotgan ona tuproq birma-bir zohir bo'ladi. Sultan Ismoilxon, Sarkarda Avazbek, Mirza Haydar Davlati va boshqa sarkarda amirlarning umidga to'lqan ko'zlari o'ziga tikilib turgandek bilinib, nozik vujudi o'tga tushgan qildek to'lg'anadi. Shahlo ko'zlarida bir qavat yosh tomchilari lig'irlab qolgan bo'lib, kitobdagi xatlarni farq etolmay qolgan edi. Necha jonimga muncha kecha bo'g'ay, kecha jonimga muncha necha bo'g'ay. Boshimga ko'rki tunni keltiribsan, deman tunni qori kun keltiribsan. Shu topda Navoiy Malika Muhtaram xonimning azoblariga o'rtoqlashyapti. Azoblik yurkiga tasalli beryapti. Malika bilan tang hasratlik nido qiladi. Malika amni dostonni o'qishni davomlashtirolmadi.
Kallasidagi gadirmash tuyg'ular uni yana aslamalar qo'yniga so'rab akatdi. Uning Uchturpan safari xilil muvaffaqiyatli xazinasi. Tunni tongga ulab yurib yetib kelgan Malika Muhtaram xonimni aksi Uchturpan amri Muhammad Emin Bahodirxon xon elchisi sifatida oldiga chiqib katta hasham bilan kutib oldi. "Ey Muhtaram aka," dedi Malika Muhtaram xonim qisqali salom sahatdan keyin muddaosini ochiqla aytdi. "Meni oldinlarga xon otam Sultan Ismoilxon oliylari yordam so'rashga avatdi. Bilmadim, shu topda Ostonning xiyim xatarda qolganligidan xabarlari bormikin?" Jo'ng'ar Oqsuvoqlar qo'shinining tasarrufimizga tap totmasdan bostirib kelib, Ostonimizning bo'sig'isida hamla qilib turganligidan albatta xabarimiz bordir, dedi Muhammad Emin Bahodirxon tamkinlik bilan. Shu kunlarda biror xabar ololmaganligimiz uchun qanday qilishimizni bilmay turgan edik. Jang ahvoldan tafsiliy xabardor qilgaysiz. "Ahvol to'liq xatarlik aka," dedi Malika Muhtaram xonim jang ahvolini qisqalab bayon qilgandan keyin. "Ostona Jo'ng'ar Oqsuvoqlar qo'shini bilan riyokor, munofiq Ishon Oppoq xo'jining sufi lashkarlarining qatma-qat muhosirasida turmoqda. Men xon otamning elchisi sifatida oldingizga yordam so'rab keldim. Xon otam bilan o'tiranglardagi azorchiliklarni bir yo'g'li cho'rib tashlab, buyuk Saidiya saltanatini qutuldirib olishni a'lo bilgaysiz." Muhammad Emin Bahodirxon sanglisining so'zlarini anglab bir oz qizardi. U Oqsuning tuyuqsizlik qo'ldan ketganligini anglab qattiq cho'chigan va ahvoldan tafsiliy xabar tepish uchun Chaparman mangdirgan edi. Chaparmanlar uningga Shahzoda Bobochoq sultonning jangida yo o'q tegib eg'ir yaralanganligini, Qashqarning qo'ldan ketganligini, Jo'ng'ar qo'shinining Sur hayyi bilan Ostonaga yurish qilganlik xabarini yetkazdi. Shu chaqda u o'zining bir tuman kishilik qillangan lashkari bilan Ostonaga hamdamligi berishni o'ylagan bo'lsin, birdilla to'xtab qolgan edi. Buningga Sulton Ismoilxonning hokimiyat beshiga chiqqandan keyin buyuk song'unlik martabasini elib etib, lashkarlarini tarqitib etib, Uchturpandek kichikgina yurtning amirligiga tayinlanganligi sabab bo'lgan edi. Chunki Sulton Ismoilxon hokimiyat beshiga chiqqandan keyin ilgirki xon sultonlarning Saidiya tasarrufidagi cho'ng shahar yurtlarni yaqin qarindoshlariga so'yrg'al qilib berish an'anasini bozib tashlab, qo'l ostidagi ishonchli amirlarini muhim mansablarga qo'ygan edi. Shu sababli Muhammad Emin Bahodirxonning Sulton Ismoilxonga xilili cho'nqur qo'rsoq ko'pigi bor edi. Mana hozir Malika Muhtaram xonimning mushu ishlarga ishora qilib aytgan so'zlarini anglab bardilla xijil bo'ldi. "Rost aytasiz, dedi Muhammad Emin Bahodirxon. "Hozir saltanatni qutqizib olish hammadan muhim. Qo'l ostindagi bir tuman chavanizm hamdamga har qachon tayyor. Undaq bo'lsa, zinhor ta'xir qilib turmag'aysiz aka," dedi Malika Muhtaram xonim oldirab. "Darhol otillayli. Ostondagi sarkarda lashkarlarning uzoq bardoshlik bera olishi basli mushkuldir. Vaqt so'zib ketsa, ular ishonchni yo'qotib qo'yishi mumkin." "Savar xo'shallikning oshqishidir," dedi Muhammad Emin xon salmoqlik bilan. "Savar qilg'aysiz sanga. Men 3 kun avval ahvolni bilib kelish uchun Ostonaga Chaparman mangdirgan. Oldiraqsizlik qilsak texmi cho'ng ziyon tortib qolamiz. Yov lashkarlarining soni bizdan necha has ko'pgan. Jangda o'zginimi bilganda ondan nusrat qozong'il bo'ladi. Qayg'oqchilardan aniq bir ma'lumotga erishgandan keyin yo'lga chiqsaqmi kechikmaymiz. Ostona sepida egiz ham puxta. Qattiq mudofiyada tursa, yana yarim yilgacha bardoshlik berishi mumkin. Biz avval puxta tayyorlik ko'rib, atrofli tadbir tuzolaylik." "Undaqda yana qanchalik saqlaymiz aka?" so'radi Malika Muhtaram xonim norozilik bilan. "Oz bo'lganda 4 kun, bo'lmasa 1 hafta," dedi Muhammad Emin Bahodirxon. "Uningcha yana 4-5 ming lashkar yo'lib olamiz. Shuni esingiz tuting sanlar. Biz bu navbat hamdamga borganda yovni mag'lub qilib, chekindirishga bo'ldi-ki.
zinhor mag'lub bo'lishimiz bo'lmaydi. Shunga lashkariy hozirliklarimiz intayin puxta bo'lishi kerak. Malika Muhtaram xonim bu o'rinliq sabab oldida ilojisiz kutishga majbur bo'ldi. Mana atigan tong otsa dal bir hafta bo'ldi. O bir necha kunni to'liq tasda o'tkazdi. Ostondagi xalqni, Saidiya xonligining halokatlik taqdirini, Sultan Ismoilxonning cheksiz umidga to'lgan ko'zlarini har qatim xiyoldan o'tkazganda vujudi ochiq o'rtanadi. Sharifiga uyushtirilgan turlik so'rinlar zo'qini tatolmaydi. Og'ziga g'izo taom tetmaydi. Ammo aksining Uchturpon tavasidagi har qaysi yurt qishloqlarga berib, jiddiy lashkar to'playotganligini ko'rib, yana bir oz xotirjam bo'ladi. Biroq bu xotirjamligi ancha uzun davomlashmaydi. Titliq, xotirjamsizlik hamon uning vujudiga hukmron edi. Akam ostoniga mondirgan oyg'oqchilar nemishqa hozirgacha qaytib kelmaydigandir? Mushunda quruqdan quruq kutaversak, fursatni qo'ldan berib qo'ymasmizmi? Akam nimani o'ylayotgandi o'zi? U xon otam Sulton Ismoilxonga texisli adovat saqlab, cho'ng ishlarga beparvarlik qilyotgandigandi-ya. Rost. Handamchi lashkarlarning ko'p bo'g'ini albatta yaxshi. Ammo ostondagi lashkarlar bardoshlik berolmaganda qachon? Sarkarda Avazbek bilan Mirza Haydar Davlati qahrlik, bahodir azmatlar bo'lsin-u, jang tadbirlariga ancha pishiq emaskan. Vodarixa, rahmatlik Mirza Bobobek janoblari hayot bo'lgan bo'lsa, bu sho'rliq taqdirga qolmas edi. Balkim u tuzgan jang tadbirlari bilan yo lashkarlarni allaqachon chekindirgan, Saidiya tasarrufiga besib kirganligiga pushaymon qildirayotgan bo'lar edi. Ular rahmatlik lashkari tadbir haqida yozayotgan risolasini tamomlashga ulgurgan bo'lsa-mu koshki. Oh, Tangrim. Bu qora kunlardan qutulib ketishimizga o'zim madad qilg'aysa. Malika Muhtaram xonim ana ashundoq xiyollar bilan andili ko'zi uyquga ilinib edi, bomdodga to'lg'an azon ovozi anglandi. U darhol o'rnidan turdi-da, tarat elib bomdod namozini o'qishga tutindi. Shu kunlarda Ostonning Jo'ng'ir oqsoqlarining lashkarlari tarafidan besib ilinganligiga bir necha kun bo'lganlikdan, G'oldanning xo'ja Hidoyatullo ishonni qo'rchoq xon qilib tiklab, Sulton Ismoilxonni asirga elib, bola chaqalari bilan Eron Qaburg'aga elib monganligidan Malika Muhtaram xonimning zinhor xabari yo'q edi. Belqut shirkida ovoz qilinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Chovlonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatildi. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzusi, inglizi 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi